Assalomu alaykum hammaga. Uzbeks in Malaysia podkastiga xush kelibsiz. Bugun bizning ikkinchi epizodimiz. Men Shahzod va bugungi mehmonimiz Abdulloh Abduhafizov. Assalomu alaykum hammaga. Mening ismim Abdulloh Abduhafizov. Xo'p, bugun nimadan gaplashamiz, Shahzod? Bugungi temalarimiz ko'p. Birinchi navbatda bu o'qish haqida. Yana o'zingizda qanaqadir bir nima deydi? Gaplashmoqchi bo'lgan mavzularingiz bo'lsa, shular haqida gaplashamiz. Xo'p, birinchi navbatda o'zingizni haqingizda ko'proq ma'lumot bera olasizmi? Xo'p, ismim Abdulloh, yoshim 20 da, yaqinda 21 ga kiraman. Xo'p, o'zim 17 da Toshkentga Cambridge International University'ga, ya'ni hozirgi Millat umidi universitetiga 5,5 IELTS bilan 100% grantga kirganman. Samarqanddanman. Samarqandda, Registonda tug'ilganman. O'sha yerda o'sganman. 21-maktabda o'qiganman. O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Abduganiyevich Karimov o'qigan maktabda o'qiganman. Undan keyin birinchi 5,5 IELTS'ni olib Toshkentga o'qishga kelganman. O'sha vaqtda Cambridge International University, ya'ni CIU yangi ochilgandi. O'sha vaqtda endi tavakkal qilib kirganmiz, lekin ba'zi fikrlarimiz ularga yoqib qolgan shekilli, maqsadlarimiz shunga 100% grant berishgan. 1 yil o'qib, foundationni o'qib chiqqanman. Xo'p, keyin Amerikaga harakat qilganman. IELTS olganman, keyin SAT olganman 1490. Undan keyin Amerikaga topshirganman. Amerikadan отказ olganman. Bir emas, 2 marta. Keling, shu protsesgacha bo'lgan narsalarni to'liqroq gaplashib olsak. Masalan, hozir siz Malayziyada o'qiysiz. Yo'nalishingiz biznes, iqtisodiyot, moliya, Business administration, yes. Business administration. Xo'p. Hozir siz aytdingiz, men o'zi nima uchun sizni bu yerga chaqirdim? Chunki odatiy holda o'zi maktabni bitirib, srazu masalan universitetga kirishadi. O'quvchilar masalan 4 yil o'qib, o'sha yerni tugatib, keyin ishga kirishadi. Lekin ba'zi holatlar bo'ladiki, talabalar, ya'ni yo'llari boshqacha bo'ladi. Masalan, kimdir bir universitetga borib o'qib, u yerda masalan yaxshiroq nima deydi, maqsadlari ko'proq bo'lgan talabalar yana boshqa joylarga o'qishga ketishni maqsad qilishadi. Ya'ni sizda ham hozir yo'lingiz shunaqa, siz O'zbekistonda o'qib turib, hozirda chet elda o'qiyapsiz. Lekin shungacha bo'lgan paytgacha ham masalan siz boshqa davlatlarga borib ko'rgansiz, sayohat qilgansiz, o'qib ko'rgansiz, yana 2-3 davlatda. Xo'p, masalan o'zi aytdingiz, Cambridgega 5,5 bilan 100% grantga kirdingiz deb, to'g'rimi? O'sha haqida to'liq ma'lumot bera olasizmi? Ya'ni masalan boshqalar qanaqa yo'llar bilan kirgan? Masalan, ulardan ko'proq requirement so'ragan, to'g'rimi? Shunaqa. Xo'p, demak Cambridge kirganim haqida gaplashamiz. Hozirgi Millat umidi universiteti. O'sha vaqtda minimum requirement 5,5 edi. 5,5 bilan u universitetga kirsangiz agar 25 million so'm yiliga to'lash kerak edi. Keyin Umidjon Ishmuhammedov grant e'lon qilib qoldilar. Social media grant edi. Ya'ni anaqa kimni maqsadlari kattaroq, fikrlashi o'zgacharoq bo'lsa agar o'shanga 100% grant beramiz. Kelinglar, qatnashinglar dedilar. Men video olib chiqdim. O'sha vaqtda Garvardda o'zbek talabasi yo'q edi. Men nima va'da bilan chiqdim? Garvardda birinchi o'zbek talabasi bo'laman deb chiqdim. Keyin maqsadim shunaqa ediki, to'shto O'zbekistonga yangi bilim olib kirish. Nimaga O'zbekistonda o'qimadim? U masalan to'g'ri, ba'zi universitetlar juda ham yaxshi, lekin ko'p bolalar diplom uchun o'qishadi. Masalan, biz eshitamiz, diplomatiya tugatgan yoki Westminster tugatgan, boshqa masalan Samarqandda yaxshi universitetlar tugatgan, lekin taksi qilib yuribdi yoki masalan boshqa yo'nalishga o'tib ketgan. Nimaga? Masalan, o'zim Malayziyada o'qib buni ko'ryapman. O'qish vaqtida faqat o'qish emas, masalan, praktika qilish kerak, ya'ni tajriba o'tkazish kerak. O'qish bilan o'qishning farqi bor. Oddiy o'qisangiz agar professor bo'lasiz, balkim prosta ustoz bo'lasiz, lekin o'sha o'qiyotgan narsangizni 4 yil ichida internship deymiz, biz praktika deymiz, ba'zi kompaniyalarga borib ishlab, tekinga bo'lsa ham ishlab, o'rganib tugatgandan keyin o'sha vaqtda uje qo'lingizda ish bo'ladi. Shunga shunaqa. Xo'p, rahmat. Xo'p, sizda o'zi chet elga o'qishga topshirish niyat deydimi, maqsadi qachon paydo bo'lgan? Xo'p, o'qishga topshirish maqsadi 16 yoshligimda paydo bo'lgan. Men o'sha vaqtda chet elga
Angliyaga topshirganman. IELTS'im shu 5,5 bilan Angliyaga topshirganman. Xo'p, Londonda edi. Universitetning ismi esimda yo'q. O'rtog'im bilan kirganmiz. Bir 4,000 pound grant bergan. Chunki o'sha vaqtda ham aktivitelarda qatnashib yurardik. Portfolio bo'lgan, ya'ni har xil konferensiyalarda qatnashib yurardik, aktiv edik. Shu uchun 4,000 pound grant bergandan keyin adam qo'ymaganlar. Men o'ylayman, yaxshi qo'ymaganlar, chunki o'sha vaqtda bironta skillim yo'q edi. Masalan, ingliz tilidan boshqa qo'limda biron hunar yo'q edi. U til bilish hunar bo'lmaydi. Otam bitta narsa zo'r gap aytganlar. Bo'ldi o'g'lim, men to'lab beraman kontraktingni. O'sha vaqtda 11,000 pound edi, примерно 13,000 dollar to'lab beraman kontraktingni. Lekin bitta narsa, u yerga borasan, o'qimaysan, faqat ishlaysan. Bu ikkalasini birlashtirish juda qiyin. Angliyada hayot qimmat. Keyin o'zimiz ko'rdik, masalan, Jamshidxon aka eski subyektiv chiqib ko'rsatuv o'qiganida bu o'z anaqasini ko'rsatdi, ya'ni o'z rezultatini ko'rsatdi. O'sha vaqtdan keyin otam aytdilar, 1 yil Toshkentda yoki 2 yil Toshkentda o'qi, har xil masalan ingliz tilini yaxshiroq qil, IELTS'ni kattaroq ol, SAT ol, biron xil ya'ni skill o'rgan, grafik dizaynmi, masalan tradingmi, boshqa narsani o'rgan. O'zingga bir kasb qil. Keyin masalan u yerga borsang agar, u yerda bemalol bironta ofisda ishlay olasan, ya'ni o'zingni o'zing eplay olasan dedilar. Shunga ularning gaplariga kirib, men Angliyadan o'qishni atkaz qildim. O'rtog'im Angliyaga bordi. Keyin men Toshkentga borib o'qishni boshladim. Shunaqa. Tushunarli. Xo'p, keling, unda hozir masalan siz o'z haqingizda gapirib berdingiz. Hozir siz O'zbekistonda o'qigansiz, keyin o'sha yana o'qishlarga topshirib, harakat qilib, Amerikaga ham yana topshirgansiz, vizadan atkaz olgansiz, lekin hozir masalan baribir to'xtamasdan O'zbekistonda qolmasdan Malayziyaga keldingiz. Chunki masalan to'xtaydi boshqa bolalar bo'lganda sizni o'rningizda, lekin siz to'xtamadingiz. Masalan sizda hozir aytdingiz, yo'nalishingiz business administration, to'g'rimi? Ko'pchilik bunday deb hisoblaydi. Hozirgi masalan 15 yoshdan 20 yoshga oralig'idagi odamlar yoki hozir masalan internetda juda ham odamlar ko'p aytishadi, universitet nima kerak deydi, undan ko'ra biror joyga borib shogirdlikka tushib o'rgansang bo'ladi deydi. Lekin masalan men ham bunga sal bo'lsa ham qo'shilaman, lekin baribir universitetda o'qish kerak deb hisoblayman. Siz nima deb o'ylaysiz? Xo'p, universitetda o'qish juda ham kerak narsa. Birinchi masalada networking degan narsa bor, tanish bilish. Keyingi ikkinchi asosiy masala, sizda 4 yillik vaqt bo'ladi. O'sha vaqt ichida odam ulg'ayadi, o'zini yo'lini topadi, do'stlar bilan tanishadi, do'stlardan yomonini, yaxshisini ko'radi, ajratadi. Ya'ni o'sha vaqtda ulg'ayib qoladi. Masalan 18 da odamlar masalan o'qishga kirsa agar 22 gacha odam ancha ulg'ayib qoladi. Keyin o'sha vaqtda masalan ikkinchi kursda masalan bachelor deymiz, bakalavrdan boshlab odamlar masalan praktika qiladi, internship qiladi, ancha opti oshadi. Universitetga o'qish kerak. Masalan hozir trend bo'lyapti, kerak emas, hunar o'rganish kerak. Qaranglar, hunar o'rganish kerak emas demayapman, lekin biz hozir bilamiz, bu sir emas, sun'iy intellekt degan narsalar bor. Masalan 2 yil oldin Toshkentda hamma baqirib grafik dizaynni o'rganish kerak, bu kuniga oyiga 1000-2000 dollar olib kelyapti degan vaqtda grafikda programmering masalan programming deymiz, masalan code writing, o'sha narsa o'sha kerak bo'lmay qolyapti. Masalan biz AI ga kirib 20 dollarga masalan 1 oylik premium sotib olib bitta yozib bersak, 1000 dollarlik grafik dizaynerdan ham masalan ko'p topyapmiz. Masalan chiroyliroq, ya'ni logo chiqyapti. Lekin tasavvur qiling, o'sha 2 yil oldin agar men universitet topshirmasdan, Amerikaga, Kanadaga harakat qilmasdan grafik dizayner masalan o'qiganman. O'qib faqat shunga agar fokus qilsam agar, hozir ishim bo'lmasdi. Ishim bo'lardi, masalan to'g'ri bir 500 dollarga uchib qolardi, 1 yildan keyin bo'lmasdi, chunki odamlar ahmoq emas. Biron kishiga 500 dollar bitta logo uchun bermaydi. Shu anaqa keyin narsa bor. Hozirda ish tanlash, kasb tanlash oldingidan ancha qiyinroq, chunki o'ylash kerak, fikrlash kerak, to'g'ri bu narsani sun'iy intellekt cover deymiz, yopadimi, o'zi qiladimi? Chunki ko'ryapmiz, o'zimiz kutmagan sohalarga kirib kelyapti. Shunaqa. Hammasi o'qish kerak. Qaysi kasb bo'lmasa, universitetda o'qish kerak. Masalan, IT deymiz, programming, to'g'ri. Uni bironta masalan o'quv markazida 6 oy o'qib tugatasiz, lekin men o'ylamayman, to'g'ri siz professional bo'lasiz. Endi bu birinchidan meni subyektiv fikrim. Masalan, men Toshkentda o'qiganman, Amerikaga topshirganman, Turkiyaga borib internship qilib kelganman. Ko'p odamlar bilan gaplashganman. O'zi bundan oldin biznes bo'lmagan soham, siyosat bo'lgan. Keyin masalan biznesga o'zgartirganman.
fikr almashuvi qilgandan keyin bitta narsani tushunganman, то что любой odam universitetda o'qish kerak, chunki universitetda masalan biz bilamiz, bizning ham universitetimizda juda katta professorlar bor, oldin masalan X CEO deymiz, oldingi masalan bывший CEOlar bor, ulardan maslahat olish hech qayerda sotilmaydi, esdan chiqarmanglar. Shunaqa. Xo'p, men ham shunday hisoblayman, ya'ni universitetda o'qish kerak deb hisoblayman, chunki ko'pchilik hozir masalan mani yoshimdagilar ham masalan 15 va 25 yosh deylik, mana shu yosh oralig'idagi odamlar internetda, Instagramda chiqadigan videolarni ko'rib, o'qish menga nima kerak? Men shular Instagramda video olib, nimadir qilib, pul ishlashyapti-ku, men o'qishga borib, kontrakt to'lab o'qiganimdan ko'ra, hozir men shu videolarni olib pul ishlab olganim yaxshi deb o'ylashadi. Lekin bu short term goal deyiladi, ya'ni qisqa vaqt sizga masalan pul daromad olib keladigan narsa, lekin hozir bular aytgandek juda ham yangi narsalar chiqib ketyapti va u bitta bilan shilchoq bilan yo'g'ib ketish nima deydi, yo'g'ib ketadigan narsalar, ya'ni 1 yilda yoki kerak bo'lsa 6 oyda sizni qilayotgan ishingizni o'sha nima deydi, shu AI ga o'xshagan narsalar tortib olishi mumkin va sizni shu short term goalni tanlaganingiz uchun hech narsasiz qolib ketishingiz mumkin va shuning uchun o'zingiz bir qaysidir yo'lni tanlab, biznes bo'ladimi yoki qanaqadir boshqa soha bo'ladimi, baribir universitetda o'qish kerak deb hisoblayman. Chunki masalan hozir bizni nima deydi, universitetda 4 ta 5 ta bo'lib yurib birga assignmentlarni qilamiz, topshiriqlar bajaramiz va turli xil nima deydi, hattoki o'zimizning sohamizga tegishli bo'lmagan narsalarni ham muhokama qilamizda. Masalan, men O'zbekistonda o'qiyotgan tanishlarim bor, ya'ni o'sha men bilan birga maktab tugatgan yoki litseyda o'qigan tanishlarim bor. Men o'ylamaymanki, ular bu narsalarni muhokama qiladi. Hozir biz aytmayapman, что biz juda ham geniy, aqlli odamlarmiz deyapman. Lekin baribir nima deydi, bunaqa masalalarni muhokama qilgandan keyin ularda masalan o'sha bizning guruhda 5 ta o'quvchi bo'lsa, bittasi zo'r bo'lsa, nima deydi, keyin undan orqaga qolib ketmasligi uchun biz ham harakat qilamiz. Chunki nima uchun biz o'sha chet elga o'xshaganlik sababi ham shu, bir-birimizdan o'rganib, keyin masalan O'zbekistonga borgandan keyin o'zimizning bilimlarimizni sinash, to'g'rimi? To'g'ri. Xo'p, endi keyingi masala diplom olish masalasi. Ya'ni universitetda o'qishni plyuslaridan biri, biz imminno chet elda o'qiyapmiz. Maqsadimiz nima bo'lishi kerak? Masalan, bu yerda tugatib, bo'ldi, shu yerda ishlab ketaman yoki masalan to'g'ri top universitetda o'qiyapmiz. Amerikadan, Angliyadan ishlab bo'ladi. Ketaman, qolaman deyish kerak emas. Masalan, ish chiqsa agar ketish kerak 3 yil, 4 yil, ko'pi bilan 5 yil, keyin davlatga, vatanimizga qaytib, u yerda ishlashimiz kerak. То что bizning maqsadimiz nima? Oliy maqsad deyiladi-ya. Oliy maqsadimiz nima? Tashqaridan, chet eldan yangi fikr, yangi havo, yangi kitob olib kirishimiz kerak. То что yoshlarni bilamiz, hozir masalan men tengi, siz tengi yoshlar maqsadi nima bo'lib qolgan? Masalan, bu yerdan ketganlar ham bor. Ularning asosiy maqsadi tez pul topish. Da, gentra standart, ya'ni maqsad. Gentra bitta uy olish, uylanish bo'ldi. Bu yog'i nima qilaman deb o'ylamaydi. Masalan, bo'ldi, olsam keyin o'ylayman. Yo'q. Akalar, bitta narsani to'g'ri tushunaylik. Masalan, yaqinda men Twitterda o'qib qoldim. Bayraktar degan inson bor. U Erdo'g'anning kuyovi. Hozir SpaceX bilan birga yaqinda kosmosga Farabi degan sun'iy intellektga ustiga qurilgan shunaqa narsa chiqardi. Bu voyenniy narsa, ya'ni harbiy narsa. Tasavvur qilinglar, Farabi degan narsa chiqardi. Masalan, dunyoda oldin 4 ta bor edi. Amerikaning, Xitoyning, Eronning va Angliyaning shekilli bor edi, adashmasam agar. Endi 5 ta bo'ldi. Turklarning ham masalan endi kosmosda joyi bor, yeri bor. Tasavvur qilinglar, Farabi degan chiqardi. Farabi kim? Bizning bobomiz emasmi? To'g'ri, turk millati bilan bittamiz. Masalan, turk millati bilan qordoshmiz. Masalan, qo'shni davlatmiz. O'g'uz, ya'ni shu bitta turk sulolasidan chiqqanmiz, to'g'ri. Lekin Farabiyning bolalari o'qilashyaptimi? Ya'ni o'qilashyaptimi yoki maqsadlari boshqami? Faqat qora gentra, Nexia 216, chiroyliroq uy quray, через Meksika, Amerikaga borib ishlay bo'lib qolgan. Masalan, bu alamli narsa, bu dardimiz bizni. Shunga e'tibor berishimiz kerak. Biz masalan Malayziyada men nimaga tanladim? Nimaga Angliya emas, masalan, yana borsam bo'lardi. Endi skilllarim ko'proq edi. Masalan, u yerda borib bironta ofisda internship qilib, yaxshi pul topib ishlasam bo'lardi. Lekin nimaga?
man ishlamayman, kelaman, 3 yil o'qiyman. Shu yerning ichida o'zi ish topiladi 1-2 yildan keyin, lekin o'sha vaqt oraliq ichida man polniy, ya'ni fully fokus o'qishga bo'ladi. Tinchligidan universitetlar kattaroq top universitet bo'lsa agar, davlat masalan shaharning chetrog'ida bo'ladi. Shunaqa, meni fikrim shunaqa. Tushunarli. Xo'p, qarang, boshqa mavzuga o'tamiz endi. Xo'p, bemalol. Masalan, hozir siz aytganingizdek qo'shimcha qilaman. Men yaqinda Alisher Sa'dullayev Websterga borib, ya'ni Webster universitetini tugatgan ekanlar va ular commencement speech berdilar, ya'ni graduationda commencement speech berdilar va o'shada aytdilar. Ya'ni aytdilarki, meni ota-onam shu universitetda o'qishim uchun bizning o'sha nima deydi, uyimizni sotib mani o'qishimga pul to'ladi dedilar-da. Ya'ni hozir ko'proq gapirganlar, lekin qisqa qilib aytganda shunaqa deb tushuntirdilar. Masalan, nima deydi, ota-onasi ularga ham investitsiya qilgan o'qishlariga va ular ota-onasi qilgan investitsiyani ko'rib turib harakat qilgan, чтобы uni oqlashga. Va o'zlari aytdilar, masalan, 3 yil davomida yaxshi harakat qilib o'qib ishladim, o'zimni ko'rsatib berdim va o'sha ota-onam qilgan investitsiyani men 3 yil ichida qaytardim dedilar. Va o'ylaymanki, masalan, ko'pchilik qo'rqadi, masalan, men bu buncha ekan-ku, buni nima deydi, tushunaman, masalan, O'zbekistonda hammani ham qurbi yetmaydi, bunchalik nima deydi, katta kontrakt bo'ladi, chet elda o'qish nimada oson ish emas, lekin nima deydi, shunaqa ota-onalar bor, harakat qiladi, shu bolasini prosta yuborib yuborsa-da, keyin ular nima deydi, bilim olib shu yerda oqlaydi-da, baribir oqlanadi. Agar bola masalan ota-onasini qilgan investitsiyani ko'rib tursa va o'sha narsani his qilsa, oqlashga harakat qiladi o'sha narsani. Xo'p, shu yerda bir qo'shimcha qilib ketay. Masalan, biz shunaqa millatmiz. To'y masalasiga qaytsak, o'qish bilan to'y masalasi juda yaqinda bizda. Biz o'zi shunday olganda juda boy xalqimiz, boy millatmiz. Lekin tasavvur qiling, masalan, Samarqandda, masalan, butun O'zbekiston biladi, Samarqand juda ko'p pul ishlatadi to'y uchun. Shuni nima edi, 5 dan birini ishlatsa agar o'qishiga, masalan, o'g'lini o'qishiga, bu bilasizmi qancha necha x bo'lib qaytadi bizga. Masalan, Samarqand oddiy to'yi 5000 hech nima bo'lmaydi. $5000 hech nima bo'lmaydi. 5000 dan 10000 gacha. Masalan, bo'ldi, masalan, orzu havas qilsam, tam qo'shnilar hoy desa bo'ldi, tam olib kelsa. Yo'q, tam iltimos, vatandoshlarimiz deymiz, nima deymiz? Bolalaringni o'qitinglar. Masalan, to'y, masalan, men 21 kiraman, xudo xolasa keyingi yil uylansam kerak. Men o'ylayman, ko'p bilan 50 kishi bo'ladi, bironta kichikroq restoranda o'tadi, bo'ldi. Menga nima edi, xotinim bilan biron yerga dam olishga boraman, masalan, o'sha pulga, masalan. Lekin $5000 ga bir kunlik to'yga shuncha pul sarflab, keyin qizig'i nimada? O'sha pul o'ziniki bo'lsa ham mayli, 30-40% aholini bu pul o'ziniki emas, biron kishidan qarz oladi, kredit, masalan, kredit oladi, keyin to'y qiladi, bo'ldi. O'g'lim, ha, bor Rossiyaga ishlab kel. O'g'lim, ha, bor Amerikaga, через Meksika ishlab kel. Yo'q, buni ketdi o'g'li, xotin qoldi, ketdi ishlab keladi. O'sha pulni agar o'g'lini, bolasini, uni ukasini, masalan, uylantirayotgan odamni, bolani ukasini masalan o'qitishiga agar sarflasa agar, bu ancha narsa bo'ladi. Shu esdan chiqarmasa kerak. Nima deyapsiz? 5000 yetmaydi deyapman men. To'g'ri. Yo'q, men minimal 5000 dedim, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Minimal. Naqorojaga 5000. Ha, mana xo'p, endi davom etamiz. Hozir endi tasavvur qiling, o'rtacha to'ylarni olsak, masalan, men minimal 5000 dedim. O'rtacha to'y 10000, 20000 shunaqa odamlar bor. Masalan, xalqning, Samarqandning 3 dan 1 qismi 50000, 40000 ga to'y qiladi. Bu narsa bir kunda tugaydi. Bu men o'ylayman, qo'pol bo'lsa ham aytaman, bu eng ahmoqona investitsiya bo'ladi. Masalan, tasavvur qiling, $20000 ga bir kunlik dabdaba. Qizig'i nimada? Mehmonlarni hammasini tanisa ham mayli. Mehmonlarni 30-40% ni o'zi tanimaydi. Qarindoshi keladi. Qizig'i nimada? Ko'zimiz shunchalik to'yib ketganki, $50000lik to'yga borsak ham bitta kamchiligini topamiz, yana ertaga gaplashamiz. Meni fikrim shu. To'g'ri. Samarqandda 10000 bitta nahor oshiga ham yetmaydi. Yo'q, xo'p, mayli.
nima deydi, Samarqand emas, boshqa ana общий O'zbekistonni olib Ha, qarasak, 10 ming standart примерно. o'rtacha 10 ming desak, Shunaqa. xo'p 10 mingga ham qildi, lekin o'shani 2 mingga ham qilsa bo'ladi. Kerak bo'lsa, kerak Bo'ladi. 2 mingga ham qilsa bo'ladi. 1,5 ming ham bo'ladi. Da, endi qarang, chet elda o'qish necha pul? Chet elda o'qish, masalan, hozir biz chet elda o'qiyapmiz, grant o'qiyapmiz. Sizni faqat nima deydi, yeb-ichishingizga, yashashingizga ketadi. To'g'ri. Masalan, 4 yilga olib qarasak, masalan, agar student nima deydi, xo'p, ishlaydi deylik. Masalan, part time joblar bor, to'g'rimi? 20 soatlik. 20 haftasiga 20 soat ishlasa, ya'ni undan ko'p ishlamaslik kerak o'zi. Shunaqa. Shuning uchun ham 20 soat Fokus buzilib qoladi. O'qishdan ana konsentratsiyasi bo'linmasligi uchun. Shunaqa. Shunda masalan part time ishlagan holda ham agar nima deydi, shunaqa ketadigan bo'lsa, 4 yilda menimcha nima deydi, 20 mingdan ko'p ketmaydi. O'qishni o'ziga 20 ming ketadi. Anaqa o'zini yeb ichiga ko'pi bilan 4-5 ming ketsa kerak. U ham ko'p narsa. Zo'r yashasa 4-5 ming ketadi. Rostdan talabaga o'xshab yashasa agar 2-3 ming bilan bo'ladi. Bu degani masalan 4 yil davomida masalan shuncha pulni nima desam, o'qiganda o'sha bilimi uchun ishlatgan bo'lsa, o'sha 4 yildan keyin masalan 2 yil ichida, 5 yil ichida deylik, 5 yil ichida o'sha narsani menimcha chiqaza oladi agar haqiqatan ham o'qigan bo'lsa. Aka, zo'r o'qigan bo'lsa agar, rostdan ham zo'r o'qigan bo'lsa agar, masalan, Petronovskami yoki masalan tugatyapsiz-a, bo'ldi, intervyu qilgansiz, masalan, Petronovsda qilgansiz, masalan, Big Fourda qilgansiz, ko'plarda intervyu qilgansiz, zo'r experience chotki ham, bo'ldi, bering, masalan, Google'ga bering, kattaroq kompaniyaga bering, 1 oyda chiqarasiz. Ularning yillik oyligi, masalan, yillik oyligi 150 ming, 200 ming, masalan, 500 ming dollargacha oladigan odamlar bor, masalan. O'zbekistonda ham bor bunaqa odamlar. U uchun prosta o'qish kerak. 1 oyda chiqarib olsa bo'ladi, 1 oyda, agar rostdan yaxshi o'qigan. Zo'r o'qisa agar. Xo'p. Endi xo'p, masalan, siz aytdingiz, top universitet so'zini ishlatdingiz, to'g'rimi? Men yaqinda emas, o'zi 1 oy, 2 oy oldin bitta video ko'rdim va u yerda mebelchi. U kishi aytayaptilar, ya'ni o'sha safar qilganda, Italiyaga safar qilganida ba'zi bir talabalar bilan gaplashgan ekanlar va ular aytganki, top masalan 800 da o'qiyotgan ekanda, top 800 da turadigan universitetda o'qiyotgan ekan. Xo'p, endi ular aytibdi, "Toshto, ukam, nimaga sen top 800 da o'qiyapsan? Top 3, top 5 da o'qimaysanmi? U yerda yaxshi bilim beradi" deb aytibdi-da. Endi nima deydi, hozir oxirigacha eslolmayman, lekin xuddi shu ma'noda aytgan ekan, "Toshto, undan ko'ra O'zbekistonda o'qiganing yaxshi, chem top 800 da o'qiganingdan ko'ra" debdi. Westminsterda o'qiganing yaxshiroq debdi. Lekin men ularga yozdim. Yaxshiroq tushuntirib berishingiz kerak edi. Ya'ni yaxshiroq tushuntirib berganingizda boshqalar ham yaxshiroq tushunardi. Chunki meni fikrim qanaqa? Alisher Isayevning zo'r gapi bor. Angliyada top 800 da o'qigandan ko'ra O'zbekistonda Westminsterda o'qigan yaxshi yoki bironta boshqa universitetda o'qigan yaxshi, даже CIU deymiz, masalan, Cambridge'da o'qigan yaxshi O'zbekistonda. Masalan, zo'r переводчик bo'lib chiqishi mumkin. Xo'p, endi tasavvur qiling, bizning o'qishimiz qanaqa strict masalan. Masalan 4 oy ichida, masalan bitta semestr 4 oy bo'lsa agar, darsga borish kerak, vaqtida borish kerak. 10 minut kech qolsa agar absent qo'yadi. Absent degan dars kamida degani. Tasavvur qiling, agar o'sha bittasi 40% bo'lsa agar sizni imtihon topshirishingizdan olib tashlaydi. Bu degani pul to'lab, boshqatdan o'qib, boshqatdan berasiz degani. Agar bu narsa ikkinchi marotaba takrorlansa agar, Malayziya immigration sistemasi sizga bitta xat yuboradi. Iltimos, sizga 3 kun vaqt, sizni ya'ni 1 yillik absentingiz 20% dan oshib ketdi. Masalan, darsga kelmaganingiz, iltimos Malayziyani tark eting deydi. Bu bizga motivatsiya bo'ladimi darsga borishga? Motivatsiya bo'ladi. Masalan, biz sun'iy intellektdan ko'chira olmaymiz. Biz passin darsga boramiz, bizda turnitin degan narsalar bor. Similarity bor. Ya'ni juda strict. Bir top 800 atrofida o'qish degani, masalan, meni o'rtog'im Angliyada o'qiydi, top 800 da sizni darsga bormasligingiz muhim emas. Oxirida shu bitta anaqani topshirsangiz bo'ldi. Assignment topshirsangiz bo'ldi. Bu degani assignment masalan ChatGPT ga kirib, assignment premium sotib olib, assignmentni yozib, anaqa Quillbotdan masalan chiroyli qilib olib berib yuboradi bo'ldi. 4 yildan keyin zo'r bitta inglizcha gapiradigan bo'lib chiqadi. Meni fikrim shu, zo'r universitetda o'qish kerak. Birinchi masala, ular rostdan korporatsiyada ishlaydigan odamlardan olib keladi. Masalan, bizdagi ex-CEO, masalan, top 100 da, top 50 da masalan agar Xudo xolasa o'qiymiz, agar o'qisa agar, masalan, exchange programmalar bor, o'qisa agar u yerda rostdan ham zo'r masalan kadrlar keladi. Masalan, o'zi ishlab turibdi, masalan, universitet aytadi, "Men senga masalan yiliga 200 ming dollar beraman, kel, masalan, universitetimda masalan haftasiga 2-3 soat masalan
eng kamida masalan speech berib ket deydi. Bu rostdan siz katta narsadan olasiz. Keyin ikkinchi masala, men networking dedim. Top universitetlarda katta odamlarning o'g'illari o'qiydi. Masalan, bizning universitetimizda ham ancha katta odamlarning o'g'illari o'qiydi, biz buni bilamiz. Bu narsa bizni karyera qilishimizga juda katta plus beradi networking masalasida. Hop, keyingi mavzumiz Malayziyaga ko'proq aloqador mavzuni gaplashsak. Hozir masalan Malayziyada tadbirlar bo'ldi, to'g'rimi? Nechtadir tadbir bo'ldi, Zakovat bo'ldi. Undan oldin MBCga borib o'sha nima deydi, elchi bilan muloqotlar qildik, to'g'rimi? O'shanda talabalarning sonini aytdi, ya'ni 550 ta 600 taga yaqin talaba hozir Malayziyada o'qir ekan, общий, bakalavr, magistratura, PhD. Va hozir ko'pchilik bilasiz, baribir Amerika deydi yoki Koreya deydi, Angliya deydi. Yo, Angliyaga menimcha ko'p ketmasa kerak. O'sha ketmaydi. Uyda grant ko'p bermadi. O'shaning uchun ko'pincha baribir Amerikaga yoki Koreya shunga o'xshash davlatlarga ketadi, Kanada yoki. Xo'p, masalan, Malayziyada hozir biz 6 oydan beri 7 oydan beri o'qiyapmiz. Birinchi kursni yaqinda tugatsak, siz o'zingiz masalan nima deb o'ylaysiz? Malayziyada o'qigan o'zi yaxshi ekanmi yoki nima deydi? Amerika yoki boshqa davlatlarga qaraganda, masalan, u yoqda oladigan bilimini bu yerda ham ola oladimi demoqchiman. Oladi. Xo'p, Malayziyada o'qish menga nimasi yoqdi? Birinchidan juda tinch davlat. Nima edi? Crimes deymiz biz masalan. Har xil shunaqa narsalar yo'q. Masalan, Amerikada yoki Angliyada juda xavfli ko'chalari bor. Bu yerda unaqa emas. Juda tinch davlat birinchidan. Ikkinchidan juda ham arzon davlat. Masalan, living experiences juda O'zbekiston bilan yaqin narxlari. Ya'ni O'zbekiston bilan yashagan bilan men Malayziyada yashagan почти bir xil, sal qimmatroq desak bo'ladi. Ikkinchi masala ilm masalasida bir xil desak bo'ladi. Oldin aytib o'tganimizdek, faqat yaxshiroq universitet tanlashimiz kerak. Bizda bitta anaqa muammolarimiz bor. Konsaltingga borish muammosi. Masalan, bitta любойni tanlasa agar, masalan, zo'r desaga bo'ldi, ketaveradi. Yo'q. Uni masalan odam narsa bo'lishi kerak-da, fact checking deydi. O'zi qayerga boryapman, qaysi universitetga boryapman, qaysi yo'nalishga boryapman, borib olsam bo'ldi. Masalan, surish kerak degan memlar chiqib ketganda masalan O'zbekistonda unaqa bo'lmasligi kerak, ya'ni anaqa o'zi tekshirish kerak, chunki siz pul to'layapsiz, siz boryapsiz, siz o'qiysiz, vaqtingiz 4 yil vaqt ketadi. Masalan, biz aytyapmiz 4 yil bizga kerak universitetda o'qish uchun, lekin qaysi universitetda o'qishimiz kerak? Muhimi o'sha tanlayotganda juda ham o'zingiz e'tibor berishingiz kerak. O'zingizning sohangizda u universitet to'pla turadimi dunyoda? Professorlar qanaqa, kimlar tugatgan, masalan, necha kishi tugatgan, shuni bilishimiz kerak. O'shandan keyin borsak bo'ladi, o'qisak bo'ladi. Malayziya, men jiyanlarimga, ukalarimga tavsiya berardim, o'rtoqlarimga kelib o'qishni. Da puli yo'q, ishlashning iloji yo'q, lekin polniy fokus bilan o'qiyman desa agar, ikkinchi masala musulmon davlat, bemalol mazza qilib o'qiyman desa agar zo'r. Keyin yana bitta joyi bor, tabiat masalasi. Tabiati juda ham chiroyli, keyin stabilligi bor. Ya'ni sovuq bo'lmaydi. Yomg'ir yog'ishi mumkin, постоянный issiq. Masalan, har doim bir xil klimat. Shunaqa. Tushunarli. Xo'p, o'zi birinchi podkastda, ya'ni birinchi epizodda biz Davron bilan o'sha polniy Malayziyada o'qishda gaplashgandik-da. U yerda o'zi o'sha podkastni qilganimizdan keyin kommentariyada ba'zi bir o'quvchilar savol berdi-da. Asosan savoli qanaqa edi? Masalan, Malayziyada o'qisak grant ola olamizmi? Yoki Malayziyada o'qisak ishlash mumkinmi? Yoki qaysi konsaltingni maslahat berasiz degan savollar bo'ldi-da. Bugun o'sha savollarga javob berib o'tmoqchiman. Malayziyada nima deydi, top universitetlar bor. Ko'pchilik buni bilmaydi, chunki Malayziyani qiziqib ko'rmagan ham hattoki. Masalan, men Malayziyaga o'zim o'sha Malayziya bo'yicha ishlab ko'rmagunimcha konsaltingda bilmaganman, men Malayziyani prioritetga qo'ymaganman hattoki. Lekin o'sha Malayziya haqida ko'proq ma'lumotni o'sha internetdan izlanishni boshlagandan keyin bilganmanki, to'g'ri bu yoqda ham o'sha kerak bo'lsa O'zbekistondagi mashhur nima deydi, insonlar ham, ya'ni successful deydi, nima desam, shunaqa odamlar tugatgan Malayziyani o'qishlarini. Birinchi masala anaqa o'qigan, u N-Factor Hasan Husan aka o'qigan. Masalan, Malayziyadagi o'zimizning konsulimiz o'qigan.
ko'pchilik Ko'pchilik buni ko'pchilik bilishmaydi, lekin yaqinda biz harakat qilamizki, o'sha Malayziyani universitetlarini tugatgan, shu Malayziyada Malayziyada ishlayotgan hattoki yoki Malayziyani universitetlarini tugatib, yaxshi ishlarga joylashgan yoki bizneslarni ochgan odamlar bilan muloqot qilishga harakat qilamiz. Xo'p, endi Malayziyada ishlash temasiga qaytadigan bo'lsak, Malayziyada umuman ishlashga ruxsat yo'q. Qachon ishlash bor? Bu qachonki sizda semester break beradi, ya'ni semestringiz tugaganda sizga qanchadir muddat, o'zi ko'pincha 3 hafta bo'ladi, maksimum borsa 1 oy bo'ladi. Shu davrda siz universitetdan work permit viza olishingiz kerak. Ya'ni o'sha work permit olishingiz kerak. O'shandagina siz ishlay olasiz. Lekin bunda ham siz juda ham katta daromad ola olmaysiz, chunki Malayziyada o'rtacha ish haqi bu taxminan $700 dan $1,500 desak, lekin bundan past aslida, chunki bu yerda arzon ishchi kuchi ko'p, ya'ni hindistonliklar, bangladeshliklar va xitoyliklar bor. O'shaning uchun talabalar agar malay tilini yoki xitoy tilini bilsa, yaxshi ishlar topishi mumkin. Shunaqa. Lekin agar siz yo'q, baribir men ish topaman, ishlayman desangiz, bu noto'g'ri. Chunki agar sizni qayerdadir ishlayotganingizni bilib qolishsa yoki universitet tomonidan siz ruxsat etilmagan bo'lsa ham ishlayotgan bo'lsangiz, ya'ni offline ishlayotgan bo'lsangiz, chopilasiz. sразу уже sizni vizangiz отказ bo'ladi, universitetdan, ya'ni davlatdan deport bo'lasiz. Chunki men o'zim konsaltingda ishlayotganimda bir nechta, ya'ni 5 ta talaba o'sha O'zbekiston, Malayziyada universitetda o'qigan holatida ham ishlagani uchun ularni, ya'ni tutib olishgan, ya'ni universitetga umuman borishmagan va shuning uchun ularni deport qilishgan. Va yana bitta hodisa bo'lganki, biz buni umuman maslahat bermaymiz. Siz Malayziyaga o'qishga keldingiz, to'g'ri? Faqat va faqat o'qishga keldingiz. Bu yerda siz hech qanaqa konfliktlarga uchramasligingiz kerak. Ya'ni malayziyaliklar bor, xitoyliklar bor yoki boshqa millat vakillari bilan konfliktga bormasligingiz kerak. Umuman urushmasligingiz kerak ular bilan. Chunki bu yerda masalan O'zbekistonda ham xuddi shunaqa. Sizda haq-huquqlaringiz u yerda masalan ko'proq o'zingizda davlatingizda. Bu yerda ham xuddi shunaqa. Shuning uchun urushni va konflikt chiqarishni maslahat bermaymiz bu yerda. Eng asosiysi shular. Hop, ishlash temasini tugatdik. Endi Malayziyada o'zi bakalavrda, magistraturada, PhD'da grantlar bormi? O'zi qanaqa vaziyatlarda grant berilishi haqida Abdullohdan eshitamiz. Xo'p. Tak, Malayziyada grant bor. Bizning universitetimizda ham 100% grantda o'qiyapmiz biz. Lekin bitta masala bor. Men eshitganim bo'yicha, agar Amerikada yoki masalan bir boshqa davlatda grant olsangiz agar, u grant sizdan olib qo'yilmaydi. Siz ham 4 yil o'qiysiz, lekin Malayziyada zo'r tomoni bor, to есть. Anaqa o'qimay qolsangiz agar, masalan bu yer requirement bor, ya'ni CGPAs 3 dan pastroqga tushib ketsa agar, grantingiz sizdan silliq olib qo'yiladi. Keyin maslahat beriladi, yo shaharni tark eting yoki ko'proq tomonlari borib pulni to'lang deyiladi. Shunga Malayziya menga juda yoqdi. Borib prem o'qiysiz, ishlash bo'lmaydi. Agar ishlasangiz agar grant yo'qotib qo'yasiz. U necha pul masalan aytganingizdek, masalan average anaqasi $500 bo'lsa agar, masalan 21 kun ishlaysiz, $500 topasiz yoki topmaysiz. 3 ta semestr bo'ladi. Mayli 1,5 ming toping, lekin masalan kontrakt 4-5 ming, 7 ming atrofida. Agar grant sizdan olib qo'ysa agar, anaqa bo'ladi. Lekin grant bor. Zo'r o'qigan bo'lsangiz agar, yaxshi IELTS bo'lsa agar, yaxshi GPA deymiz, ya'ni school GPA, sizning attestatingiz hammasi 5 bo'lsa agar, orqangizda yaxshi portfolio bilan, activity bilan kelayotgan bo'lsangiz agar, juda aktiv student bo'lsangiz agar, garantingiz saqlab qolinadi. Shunaqa, ya'ni grant bor. Lekin men eshitgan informatsiyam bo'yicha shunaqaki, ba'zi davlat universitetlarda grant yo'q. U yerda pul to'lab o'qiysiz, lekin o'sha ham qimmat emas. 5 ming, 6 ming atrofida. Topligiga qaramasdan. Shunaqa. Ya'ni aytmoqchilarki, o'zi public universitetlarida magistraturada PhDga topshirsangiz ola olasiz. O'sha privatelardan ham, ya'ni xususiy va davlat universitetlaridan ola olasiz, lekin afsuski bakalavriat uchun ko'pincha emas, o'zi 100% faqat xususiy universitetlar grant ajratadi. Bu sizni o'sha ingliz tilini bilishingizga qarab, ya'ni TOEFL, IELTS'ga qarab va maktabdagi o'qigan baholaringizni yakuniy natijalariga qarab bo'ladi. Lekin masalan yo'q, men davlat universitetlarida zo'r top 100 ga kiradigan, top 300 ga kiradigan universitetlarda o'qiyman desangiz, o'shanda kontrakt narxlari 2,5 mingdan boshlab 7 ming, 8 ming dollargacha bo'ladi. Ya'ni bu normalda, masalan Amerikada 50 ming da grant olsangiz bo'ladi. Lekin masalan o'zbeklarda bitta anaqa bor,
o'g'lim chet elda o'qiyapti deydi. Lekin biz bu narsani bilamiz, bu narsa sir emas. Masalan, Angliyada, Avstraliyada, Kanadada, Amerikada o'qiyapman deb yurganlarning ko'pi top 800, top 1000 da o'qiydi. Zo'r переводчик bo'lib chiqadi. Yo'q, anaqa kamroq pul to'lasangiz ham yaxshi universitetda o'qing, chunki universitet hayotda bitta bo'ladi, maktabga o'xshab. Bir marta o'qiysiz, tugatgandan keyin u yog'i keyin master o'qishingiz mumkin, ya'ni magistratura deymiz. Yaxshiroq universitetda sal qiynalibroq o'qisangiz ham yaxshi o'qib tugatsangiz agar, keyin kelajagingiz ko'proq bright deymiz, anaqa yorqinroq bo'ladi. Meni fikrim shunaqa. To'g'ri, men ham qo'shilaman. Xo'p, endi biza o'sha hozirda hozir o'qiyotgan universitetimizda yoki boshqa universitetlarda ham biz eshitib turamiz. Ya'ni birinchi kursda hattoki to'liq tamomlamasdan u universitetdan ketishadi O'zbekistonga qaytib. Buni asosiy sabablari hozir biz buni asosiy sabablarini gaplashamiz. Shunaqa. Masalan, men ikkitasini o'zim qilib berdim. Drop out sistemasi bor bu yerda. Bu yerda juda nima edi, punktual qilish kerak bu narsani. Drop out degani universitet tashlab ketish degani. Visa cancellation bor, anaqa pulni depozit bo'ladi, depozitni qaytarish bor, anaqa uyga to'lagan pulingiz bo'ladi, accommodationga. Shuni 1 yilligi bo'ladi. Shularni qaytarishga men 3 ta studentga yordam berdim o'zim. Keyin men so'radim, o'zi nima ketyapsiz? Ularni ko'pini maqsadi pul ishlash bo'lgan. Даже o'ylamagan, shunaqa darajada zo'r universitetga boryapman. O'qishi qiyin bo'ladi deb. Masalan, bittasi даже 3 tami 2 ta fandan barit bo'lgan. Yana bitta yaqinda bolamaga aloqaga chiqdi. Aka, yordam bering. O'zimiz anaqa dorimdoshimiz deymiz biz. Bitta zanada turamiz o'sha bola bilan, nomini aytmaylik. Drop out qilaman deyapti. Birinchi semestrdan 3 ta bar olgan. Barit degani imtihonga kirmaydi u. Imtihon kirmasa agar fail bo'ladi. Fail bo'lsa agar pul to'lab o'qish kerak. Ya'ni fiziki u ulgurmaydi unaqa narsa qilishga. Shunaqa darajada pressure bo'ladiki, o'qishni tashlab ketishga majbur bo'ladi. Chet elga ketyapsizmi? Men aytganimdek, faqat universitet zo'rligi emas, ya'ni niyatga bog'liq bo'lishi kerak bu narsa. Masalan, bo'ldi borib o'qiyman, 4 yil o'qiyman, ishlamayman. Masalan, ular ham bilishgan, Malayziyada kelib ish bo'lmasligini yarmi bilishgan, yarmi bilmagan daji ma'lumot olishga qiziqmagan. Bo'ldi, Malayziyaga boraman, zo'r davlat, chiroyli davlat, tabiati go'zal, ovqatlari yaxshi, tam u yoq bu yoq deb kelgan. Bu yer kelyapti, ish yo'q, o'qish juda qiyin, har darsga borish kerak, aylana olmaydi, masalan aylanamiz biz har 2 hafta bir oyda masalan chiqib turamiz, tog'ga chiqib turamiz, juda chiroyli joylari bor, masalan shaharning o'zi chiroyli, downtowni bor. Ya'ni biron yerga boryapsiz, masalan bu kitob o'qishga o'xshaydi-da. Masalan o'zbeklarda demaylik, nima gap deydi-yu, mening va mening do'stlarimda. mening do'stlarimda kitobni boshlab tugatmaslik sistemasi bor va bu bad habit, yomon ko'nikma hamma narsaga o'tadi. Masalan, har bitta masalan o'sha short term goal dediz, short term goal shundan ham kelib chiqadi. Masalan, bo'ldi, masalan 3 oy o'qiyman, masalan bironta kursda zo'r bo'laman. Yo'q. O'qishga qiyinroq bo'ladi. Keyin universitetda bitta joy qolib ketdi, bu esimdan chiqib qoldi. Universitetda nimaga o'qish kerak? Universitetda o'qish majburiy. Siz menga ayting, Shahzod, qaysi muvaffaqiyatli, successful, ya'ni odamlar qaysi biri o'qimagan universitetda? 80-99% o'qigan. Biz Mark Zuckerbergni aytamiz, masalan, Facebookni, Meta'ni founderini yoki masalan anaqa Microsoftni aytamiz. Ular 2% bo'lsa kerak yoki 1% bo'lsa kerak. Masalan, tashlab ketib muvaffaqiyatli bo'lib ketganini. Bunaqa bo'lmasligi kerak. 99% odamlar hammasi o'qigan. Elon Musk bakalavr ham qilgan, 2 ta magistratura ham qilgan, o'qigan u odam. Hattoki masalan, o'zi ko'pincha siz faqat o'zingizni nima deydi, nima desam, self made deydi-ku, self made billionaire yoki self made millionaire, ya'ni o'zi nima shu darajaga yetishgan odamlar. Masalan, Bill Gatesni ham aytishimiz mumkin, Elon Musk bilan. Ular masalan ota-onasini puli bo'lganda, puli bo'lgan. Lekin buni ko'pchilik bilmaydi va ular nima qilsa o'shan qilaman deydi. Bill Gates yoshligida, bir 7-8 yoshligida dunyoda kompyuter bo'lmagan joyda juda anaqa sanoqli odamlarda kompyuter bo'lgan joyda unda kompyuter bo'lgan, o'sha katta 1 masalan megabayt katta vaqtida uni xonasida kompyuteri bo'lgan. Tasavvur qilinglar, o'sha vaqtda masalan bo'lgan. Lekin masalan Mark Zuckerberg tasavvur qilinglar, 1 yilmi 2 yil u Garvardda o'qigan. Garvardda bitta semestr o'qishni o'zi katta bilim beradi-da masalan. U tashlab ketgan bo'lsa, bo'ldi, masalan qolganini olgan tashlab ketgan keyin.
Yo'q, masalan, biz unaqa odam emasmiz. Biz genius, masalan, geniy emasmiz. U unaqa bo'lmasa agar, ko'zni qisib o'qish kerak. Universitetda 4 yil shoshilmasdan yaxshi baholarda o'qish kerak. Bu majburiy, chunki men biladigan, masalan, tarixda ham, hozir ham nechta odam bo'lsa agar, hammasi universitetda o'qigan. Shunaqa. Bitta mavzu bor yana. Biz masalan birinchi kursni boshlaganimizda masalan xitoyliklar bilan o'qiyapmiz, to'g'rimi? Shunaqa. Xitoyliklar bilan o'qiyotganimizda biz sezamizki, to'shda ular bizdan oldinroqda. Xo'p, nimaga ular oldinroqda deb o'ylaysiz bizdan? Birinchidan va aytdim-ku, biz juda ham boy millatmiz deb. Bizni ko'pimizni qornimiz to'qda. Endi bir ikkilar ko'rsa agar anaqa qilmaylar. Birinchidan men subyektiv fikrim. Biz bolalarimizni juda ko'p pressure qilmaymiz. Masalan, tasavvur qiling, men nimaga o'qiganman? Masalan, meni Amerikadan atkazim bor. Viza, masalan, Kanada menga viza bergan. Viza bergandan keyin cancel qilgan. To'xtashim mumkin edi. Masalan, otam aytishi mumkin edi, bo'ldi, masalan, bitta do'kon berib menga, bo'ldi, shuni masalan olib bor. Sen savdo qila olasan, marketingda ilming bor, masalan, menejmentda ilming bor, bo'ldi, shuni olib bor, kattaroq biznesmen bo'l. Shuncha masalan 3 yil harakat qilding, bo'lmadi. Unaqa demaganlar. O'g'lim, sen 30 yoshinggacha o'qisang, men seni 30 yoshinggacha ta'minlayman deganlar. Bu menga juda katta motivatsiya bo'lgan. Tasavvur qiling endi, ota-onasi masalan uyga kelsa agar aytayapti, masalan, o'g'li uyga kelyapti, masalan, darsdan bitirdan, qayerdan kelyapsan? O'qishdan kelyapman. Nima kelyapsan o'qish? Bor ishlar masalan, menga yordam ber. Yo'q. Поддержка bo'lish kerak. Ya'ni agar sizlar o'g'illarni imminni o'qishiga pressure qilsanglar, masalan, yoshligida men haligacha esimda qarindoshimiz, men bir 6-sinf edim, ingliz tilini boshlayotgan vaqtimda aytgandilar, anaqa odamga aytgandilar, men o'sha yerda o'tirganda, o'g'lingizni juda ko'p anaqa pressure deymiz, bosim qilyapsiz. Unaqa ko'p o'qitmang, bolani yoshligi bo'lishi kerak, o'ynashi kerak, ya'ni hayotda maza qilish kerak, to'g'ri qilish kerak. Lekin otam zo'r gap ketganlar, bu menga kelajakda millatga, vatanga xizmat bo'ladigan o'g'il bo'lishi kerak. Ya'ni oddiy bolalardek katta bo'lib, bironta ishlab o'lib ketish kerak emas. Masalan, biz hayvon emasmizki, uylanib, nasl qoldirib o'tib ketsak. Yo'q. Biz tarixga oyoq qoldirganmiz. Yana qoldirishga aqlimiz yetadi. Chunki o'zbekmiz. Bu qoldirishimiz kerak. Bu bola qoldiradi deganlar. Xudo xolisa qoldiramiz. Bilmayman yana. Xudoning o'zi nasib qilsa agar. Xitoyliklarni gapirdingiz. Biz birinchi kursda o'qiyotgan vaqtimizda boshida, ya'ni o'qishimizning boshida accounting degan narsalar bor. Biz atrofimizda ko'pchilik bilmasdi, lekin xitoyliklar bilardi. Biz hayron qolardik. Accounting, masalan, bu buxgalteriya. Masalan, debit bor, kredit bor, trial balance bor. Bu ko'p narsa. Ular bo'lmasa bizda ancha yosh, masalan, men 20 yosh bo'lsam agar, ular 17 yosh maktabni tugatib primoy kelyapti. Masalan, o'zbeklar ichida ko'p bilmasdi. Masalan, bizga ham qiyin bo'lgan buni boshqadan o'qib, masalan, o'rganishga. Masalan, ko'p o'zbeklarga yangi bo'lgan. Ular nima qilishadi? Tasavvur qiling, 1 milliarddan ko'proq, 2 milliardga yaqinmi shunaqa xitoyliklar bor. Masalan, Xitoyda yashab qolishni o'zi katta narsa. Shu uchun ular o'qishga kira olmasaga juda siqiladi. Masalan, suitsidlar daji Xitoyda, Koreyada, Yaponiyada juda katta ko'rsatkichda, chunki ular o'qishi kerak. O'qiy olmasa agar hayotda yashab qolishi qiyin, chunki men Xitoydan gapiryapman. Men o'shanga ota-onalari bolalarini nima qiladi? Shu bo'l, anaqa sen o'qiysan, maktabga boryapsanmi? Yo'q, ekstra curriculumga borasan, repetitorga borasan, unaqaga borasan, ingliz o'rganasan, matematika o'rganasan, IELTS olasan, SAT olasan, SCCA olasan deb pressure qiladi. Universitetga bola kelyapti, ko'p bilimini biladi. Bizdan farqimiz shunaqa. Masalan, biz yuramiz, maktab tugashicha vaqtimiz bor. Qizlarni gapga olamiz. Instagramga sochimizni tam uzaytirib bir qanaqa video qo'yamiz. Bu oddiy holat. Masalan, Samarqandda guzar bolasi, shahar bolasi degan narsalar ko'payib ketdi. Masalan, Toshkentda katta bola degan narsalar, qora jentra xayolimiz. Tam bitta zo'r qizni masalan ilintirsak deylik, masalan, o'zbek tilida ilintirsak, maqtanib yuramiz masalan o'rtoqlarimiz. Mana shu qizni men ilintirdim. Yo'q, akalar, ya'ni o'qish kerak. Nima bo'lyapti? Xo'p, biz xitoyliklar haqida gaplashayotgandik. Shunaqa. Uzilib qoldi. Xo'p. Biz hozir indoneziyalik, malayziyalik va o'sha xitoylik talabalar bilan o'qiyotgan bo'lsak, ulardan masalan so'raymiz. Sizlar masalan qayerdan bilasizlar oldindan yoki qanday qilib sizlar bizdan o'tib ketasizlar? Bu masalan yangi temani o'rganayotgan bo'lsak ham,
bizdan ular biladi-da bu o'tib narsani. ketish shansi ko'proq. Hı. Bilmadim, balki ularda maktabda shunaqa ko'nikma o'rgatadi. O'zi maktabda masalan matematikani ular 100% bilaman, nima deydi, ko'pchiligi yaxshi biladi-da. Chunki ularga nima deydi, social science deydi, social science. Ha, to'g'ri. Aha. Social science shu fanlarga e'tibor kuchliroq. Bunaqa Emma degan ustozimiz bilardi-yu. Aha. O'sha ham aytganda, xitoyliklarda, Malayziyada anaqa high school edi, 10-11 sinflarda o'rgatar ekan shoxlashlarini. Masalan, tanlarkan bolalar, masalan, accounting, finance, microeconomics, masalan, mikroekonomika, makroekonomika shularni o'tar ekan. O'sha uchun ham ular biladi. Masalan, biz nima qilganmiz? Masalan, men 10-11 sinfga o'qishga bormaganman. O'sha vaqtda masalan ingliz tili o'qiganman, masalan matematika o'qiganman, masalan boshqa ko'p narsalarni o'qiganman, lekin именно accounting shu narsalar bo'lmagan. Men undan keyin masalan o'qishga boshlaganman. Oldin ham aytganimdek, ularda competition bizlardan ancha kuchliroq. Maqsadlari kattaroq desa bo'ladi. Xo'p, qarochi bular maktabdan nima deydi, o'zini yo'nalishini tezroq aniqlab olishga nima deydi, maktab turtki beradi-da. Masalan, qaysi nimani tanlaysan deydi, yo'nalish tanlaysan deydi. Masalan, gumanitarniy fanni tanlasa, gumanitarniy fanlarni ko'proq beradi. Agar aniq fanlarni tanlayman desa, aniq fanlarga ko'proq e'tibor beradi va shu natijasida maktabda o'sha fundamental bilimlar bilan tugatadi o'zini yo'nalishi bo'yicha va shundan kelib chiqib universitetga kelgandan keyin boshqalarga nisbatan, ya'ni boshqa davlatlardan kelgan talabalarga nisbatan oldinlab ketadi yoki darslarni tezroq nima deydi, o'zlashtiradi. Lekin hali ham bizda yomon emas deb o'ylayman. To'g'ri, bir 4-5 yildan beri ota-onalar bilyapti, to'g'ri, o'g'lini o'qitish kerak, bolasini o'qitish kerak, ancha rivojlangan oldinga qaraganda. Lekin biz nimaga bu podkastni qilyapmiz? To'g'ri, boringlar, masalan, qayerga borsanglar ham boringlar, zo'r universitetda o'qinglar, top bo'lishi zarur. Eng kamida 300 bo'lsin. To'g'ri, tugatgandan keyin ham oddiy переводчик emas, o'z kasbiylarni eksperti bo'lishinglar uchun shunaqa. Xo'p, o'zi bu podkastning nomlanishi Uzbeks in Malaysia bo'lishiga qaramasdan biz umumlashtirishga harakat qilamiz. Ya'ni biz sizlarga faqatgina bu yerga boringlar yoki u yerga boringlar deb aytmaymiz. Sizlar baribir o'zingizlar qaror qilasiz oxirida. Shunaqa. Biz prosta o'sha biz o'zimiz bosgan yo'lni aytib, hozir nima qilayotganlarimizni aytib va yaxshi tomonlarini ko'rsatib, o'zingizni nima deydi, o'zga berib qo'yamiz shans. Xohlasangiz bu yerga kelib o'qing, xohlasangiz boshqa joyga borib o'qing. Biz faqat tanlovlaringizni to'g'ri maslahat beramiz. Biz chunki talabamiz, masalan, men 20 yoshdaman, 18 yosh bo'lsalar agar, o'zimizdan kichkinalar, keyin o'zimiz bilan tenglarga maslahat beramiz. Ya'ni kattalarga aql o'rgatish emas bu. Prosta ukalarimizga, o'rtoqlarimizga maslahat deb qabul qilinglar. Bitta narsani esingizdan chiqarmanglar. To'g'ri, atrofingizda bizda krug deydi-ya, masalan, Samarqandda krug deyiladi. Masalan, o'sha krug o'rtog'inglar kim bilan yuribsizlar masalan? Chunki men aytdim-ku, Cambridgedan chiqqanman deb, Cambridgedan chiqishimni o'zi juda katta xato bo'lgan. O'sha vaqtda otam aytganlar, "Hey, o'g'lim, bu yerda o'qib turib, topshir Amerikaga yoki Kanadaga yoki boshqa davlatga, yoki masalan Malayziyaga." Men turib olganman, to'g'ri, "Yo'q, dada, men chiqaman, ko'proq fokus qilaman, keyin topshiraman." Chunki o'sha vaqtda propaganda ketayotganda, tam universitetda o'qish kerak emas, u yoq bu yoq deb, men ham chalinib qolganman kamroq. To'g'ri, keyin tayyorlanib ancha masalan sayohat qildim, Istanbulga borib keldim, o'sha yerda o'qib keldim, masalan Dubayga borib keldim. Ancha demaylik, 2-3 davlatlarga borib, masalan chiqib o'rganib keldim. Lekin o'sha universitetni drop out qilishimning sababi meni o'sha davrdagi atrofimdagi o'rtoqlarim edi. Masalan, e'tibor beringlar, chunki biz ko'pincha o'ylaymiz, yo'q, meni fikrim bu deymiz, lekin o'rtoqlarimiz masalan biron kishi sizga bitta narsani 3 kun kelib orqama masalan podarat etsa agar, siz uje uni fikri emas, sizning fikringiz bo'lib qoladi. Masalan, agar kitob o'qimagan bo'lsa, eng kamida masalan podkast ko'rmagan bo'lsa, kino ko'rmagan bo'lsa, shunaqa bo'lib qoladi. Chunki men hozir ko'ryapman, ko'p do'stlarim Malayziyada unaqa kam bo'lsa kerak, O'zbekistonda yoki Malayziyada tashlab ketganlar kino ko'rmasdi. Masala shunda, biz kitob o'qishni o'zi gaplashmay qo'yganimizga men hayronman. Masalan, kitob o'qish o'zi, masalan, o'zim ko'p kitob o'qimayman. Bir oyda masalan bitta yoki ikkita kitob tugataman. Lekin
kino ko'raman, podkast ko'raman, уже kitob o'qish chetda turgan, biz kino ko'rmayapmiz. Masalan, men kinoni shunaqa deb nomlaymanki, har xil kinolarni emas, ya'ni ma'nosi bor, tarixdan olingan, faktdan olingan, bitta message beradigan kinolarni ko'rmay qolganmiz. Faqat kunimiz reels scrolling deydi. Reelsni aylantirib o'tib ketyapti. Anaqa atrofimizdagilarga e'tibor berishimiz kerak. Agar men o'sha vaqtda universitetni drop out qilmaganimda, shu may 25-may mani universitetdoshlarim universitetini tugatdi. Bakalavr diplomini oldi. Men hali ham o'qiyapman. Xudo xolasa yaxshi tugatamiz. Lekin o'sha yerda agar tugatib, endi magistraturaga harakat qilayotgan bo'lardim agar o'sha vaqtdagi noto'g'ri do'stlarim men bilan bo'lmaganda. Shunaqa. Xo'p, bundan xulosa o'sha men ko'p eshitganmiz, masalan 5 ta do'sting bo'lsa, agar nima deydi, o'sha 4 ta 5 ta do'sting seni chekaydigan bo'lsa, sen ham 5-chi chekaydigan bo'lasan deydi. Shunaqa. Agar masalan seni do'sting nima deydi, yaxshi o'qiydigan bo'lsa, sen ham ular qatori bo'lasan deydi. O'sha uchun masalan nima deydi, do'st tanlashda ham, krugda tanlashda ham katta ahamiyatga ega. O'sha sizni daldashim qanaqa natijalarga erishishingiz. O'sha uchun lekin yana bitta narsani aytmoqchiman oxirida. Masalan, universitetda masalan hozir biz o'qiyapmiz, to'g'rimi? Hamma universitetda ham o'zini plus minuslari bor-da, lekin bunchalik darajada masalan hamma minusi bor baribir bo'ladi. Albatta. O'zbekistonda ham bor, Amerikada ham kerak bo'lsa bor, zo'r davlatlarda ham minusi bor. Lekin o'quvchilar shuni tushunmaydida, bu bo'lmaykan bu davlat, ana davlatga borsam yaxshi bo'lardi, bu universitet bo'lmaykan, boshqa universitetga borsam yaxshi bo'lardi deydi. Bu narsaga men qo'shilmayman. Agar siz nima deydi, qaysidir davlatga borishdan oldin kimdan ma'lumot olishni bilmayotgan bo'lsangiz, o'sha universitetda o'qiyotgan, masalan xuddi bizga o'xshab boshqa davlatlarda ham balki podkastlar qilayotgandir, nima deydi, o'sha yerda o'qiyotgan talabalar. Masalan bizdan so'rasanglar ham biz sizlarga o'sha to'g'ri ma'lumot beramiz, to'g'ri ma'lumot berishga harakat qilamiz. Nimaga? Chunki biz o'qiyapmiz shu yerda. To'g'ri. Masalan bizga bir tiyinlik foyda yo'q. Masalan bizni konsaltingimiz bor, masalan Shahzod akani. Toshto masalan biz O'zbekistonda qolib ketmaymiz. Biz shu yerdamiz. Xo'p, bugungi epizodimiz tugadi. Agar Abdulloh aytgandek savolingiz bo'lsa, bizni murojaat qilsanglar bo'ladi. Kommentariyalarda qanaqa savolingiz bo'lsa yozaveringlar. Mani o'sha Telegramimni yozib qo'yaman. Agar Malayziyaga o'qishga topshirmoqchi bo'lgan, ya'ni farzandingiz bo'ladimi yoki o'zingiz agar o'quvchi bo'lib qiziqayotgan bo'lsangiz, biz o'zimizning jamoamiz bilan sizga yordam berishga tayyormiz. Xo'p, bugungi podkastimiz shu nihoyasiga yetdi. Xayr. Charchamanglar.